Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Mana bugun juma kuni. Hammalariga juma ayyomi muborak bo'lsin. Bizda mana hozir shamol bo'lib turibdi. Havo yomg'ir yog'ar ekan. Hozir hamma yer to'polon. Mana hozir men ko'chalarni ham ko'rsataman. Mana hamma yer to'polon. Hozir yomg'ir yog'adi deb o'tiribdilar. Hamma qishdan tayyorgarlik ko'ryaptilar. Do'stlar, obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mana bu yerda boshqa ham bitta narsa bor. Buni men oldin ham videoda nima qilgan edim, namoyish qilgan edim. Mana buni bilasizlarmi, bilmaysizlarmi? Mana bu narsa sizlarda bormi, yo'qmi? Mana do'stlar. Bu insonga juda ham foydali narsa do'stlar. Bomiya.